Obunachilar, sizlar bilan Sizrakamen. Bugungi videomizda biz ko'rib turganingizdek, ya'ni bir kun YouTube'da o'tirgan paytim men, ya'ni Yasiko'da o'rtog'i bilan Yasiko chiqarib shu videoni, ya'ni o'rtog'i bilan birlashib o'ynagan ekan. Men shunga qiziqdim. Shunga sirazi nomini bilib o'tkazib, mana obunachilarim ko'rsin deb hozir endi ko'rib turganingizdek yaxshilam bo'ldi. Voydot o'ynayapman. Qani bir maza qilaylikchi deb pastdan hujum qilamiz bizlarga. Ma headshot. Mana o'zim ishlab qo'yapman. AK-7 voydot, menda AK-7 o'zimizga sekin pastdan hujum qilaveramiz bularga. Hamma joyi aniq qo'yapmiz hozircha. Voydot. AK-7 yo'q qo'yapti men. Hammasida AK-7 deyman. Men nima AK-7? Kelaring bittalab. Kutamiz. Ketoy. O'tib chiq. Voy, orqadan kelib qoldi. Meni zo'rligim ko'rsatib qo'yay demoqchi edim. Mayli. Biz tepadan hujum. Voydot. Jon. O'ldirdim. Orqadan minus qildi-yu bular. Yaxshi. Hozir biz bularga mashqdan hujum qilamiz. Sekin. Orqadan yaxshi. Biz bildirmayapmiz. Yo'q, bilib qolishdi. Kiramizda xo'sh. Snayper olsam-mikan? Bo'ldi, mana mashinani olamiz. Nima shu yo'qmi? Yehe. Shu avtomatim minus bo'lmasmikan? Pulga sotib oldim-ku uni. Xo'sh. Snayper olsam ekan. O'ldirib o'tiradim. Headshot. Можно. Xo'sh, kutamiz. Qalanchi kutarkanmiz. Juda baland ovoz chiqyapti. Ovoz baland emasmi? Ovoz juda balandga o'xshayapti. Ma headshot. 2 ga 1 voy. Yaxshiroq avtomat olsam bo'lar ekan. Ketdim, yaxshirog'idan olaman. Xo'sh. Pulimiz bor yaxshigina. Pistolet olib ko'raymi? Bo'ladi. Bitta dollar adman. Adashmasam meni. Qayerdan chopdi bular? Orqadan choparganda bular. Xo'p, obunachilar, sizlar aktiv tushib ketganini bilsanglar kerak. Qachon obuna bo'lsalarsizlar, bosishinglarni kutib o'tiraman men. Qachon obunachi ham ko'payar ekan deb. Men bitta narsani sezib qoldim. Bular men o'ldirgan payti, men o'ldirgan odamnikini joni ya'ni joni mana hozir mana men bitta 2 shular bor-ku, jonlarini bilsam bo'lar ekan obunachilar. O'lavergim kelmayapti. Endi 4651 ekan. Ma headshot. Bo'lmabdi bu. Pistolet yaxshi edi, hadya.
Nima sotib olmasam? Mana buni ola qolamiz. Yutib qo'yishdi-yu bizni. Bo'lmayapti. Xo'p, yaxshi. Yutibdi. 10 marta olibdi, 10 marta, 7 marta, 10 marta. Kelishibdi, 3 marta kelishibdi. Shunday yutkazib biz. Yana o'ynab ko'ramiz hozir. Juda voобще. Zombilar bilan o'ynaymiz. Qo'ya qolaylik. Eng yaxshi shu. Joy yo'q. Yaxshi joyni tanlaymiz. Shunga yaxshi bo'ladigan joy. Yaxshilar ekanmiz. Voyda chiqishimni olib tashlashapti-yu. Qachon ishimiz biz? Savol. Bizga kerak avtomat bu. Kerakli. Mana shu kerak. Drobobigam yaxshiroq. Davay. Choq. Voy. Lekin qon sachrashi dahshat zo'r bo'ldi shu joyda. 7-6 hey. Davay. Mana o'ynashimni ko'rishmaganda bular. Endi ko'rsatamiz o'ynashimni ko'rmagan bo'lsa. Headshot. Ko'rmay qolibman buni. Anetdan keladi deb o'ylagandim. Joni 100 ekan. Xo'sh. Sekin oldilariga borib, choq. Otmay qoldi-ku bu. Ishimi 13-15 yaxshi, zato yutyapmiz. O'lsam ham. Mama. Voy dod. Bu avtomat bo'lmabdi. Boshqasini olishga deyman. 19. Bunga xalaqit bermas. Undan berishim kerak. Shuning uchun men mashina qilaman. Turilgan joyimda otib qo'ya qolishdi-yu. Biz ularga bo'tdan qo'ysak-chi. 21 mayl. Orqadan keldim. Gaping bormi? Headshot. O'qla. Sizlar bilan turgan